Assalomu alaykum. Endilikda siz 300 million so'mgacha bo'lgan pulni beminnat oson olishingiz mumkin. Albatta, Fortuna biznesdan. Hattoki pensionerlar ham 3 milliondan 10 milliongacha qiyinchiliklarsiz pul olishlari mumkin. Buning uchun bizlara bir pasportimiz ham kifoya qiladi. Bu yerni adresini keladigan bo'lsak, Vhodnoyni yo'li, yana bank aeroportga ketaverish. Shu aeroportga kirib boraverishingizda, u yaningizda Fortuna biznes sabiyasi qo'yibdi. Bu Bog'inam to'yxonasini yonida ekan Fortuna biznes. Personellar turibdi. Tim topolmasangiz, telefonlashib kelaverasiz do'stlar. Qani. Assalomu alaykum. Farmonlar. Tarsamasizmi? Xush kelibsiz. Rahmat. Tashkilotimizga keling. Bu sizlarni bu kreditlaringizni eshitib keldik. Batafsil ma'lumot bersangiz, yurtdoshlarimiz ham to'g'risi sizlardagi qulayliklar, lekin boshqalarda yo'q ekan. Albatta. Qulayliklaringizni eshitib, men ham kredit olasim kelib ketdi. Balki kredit ham olaman. Bir qator bir yurtdoshlarimizga bir ma'lumot bersak. To'g'ri tanlov qilibsiz. Fortuna biznes Urganch filiali bu. Bizda hozirda butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 24 ta joyda filialimiz bor. Ish olib yuribmiz. 5 yildan buyon ish olib boryapti. Hozirda bizda kredit turlarimiz yangilandi, ya'ni nafaqadagilarimizga, ya'ni 73 yoshgacha bo'lgan nafaqadagilarga 900 ming so'mdan oshiq pensiya olinsa, 3 milliondan 10 million so'mgacha naqd pulda kredit ajratyapmiz. Bu yaxshi yangilik olibdi. Nafaqadagilar, menimcha, hech yerda eshitmadim hali. Albatta, juda kam joylarda hozir bizni tashkilotimizda bor, boshqa banklardan juda kam hozir, lekin nafaqadagilarga ham hozir nimasiga qarab xursand qilib, ishlarini bitirib, nima qilyapmiz, shaxsiy ehtiyojlari uchun beryapmiz. Naqd pulda kredit ajratyapmiz. Xo'p, va yana ish haqimiz bor, ya'ni rasmiy daromadga ega bo'lgan fuqarolarimiz uchun. Bu fuqarolarimiz rasmiy davlat idora tashkilotlarida ishlayotgan bo'lsa, 15 million so'mmagacha naqd pulda kredit ajratamiz. Yoki undan ko'proq summa kerak deb qoladigan bo'lsa, bitta yana yoniga kafil olib keladi. O'sha bitta pasporti bilan bitta plastigini olib keladi. 20 million so'mmagacha naqd pulda kredit qilib beramiz. Va yana o'sha ish haqida ishlamaydiganlar yoki nafaqadagi bo'lmaydiganlar bo'lsa, ular uchun alohida kredit turimiz mavjud, ya'ni garov ta'minoti avtomashina qo'yish orqali ham beramiz. Avtomashinamiz eng kamida 2000 yildan yuqori bo'lishi kerak. 2000 yildan yuqori avtomashinalarning holati yiliga qarab, ularga 300 million so'mmagacha kredit ajratib beramiz naqd pulda. Foizlar haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz, necha so'm olsam, necha so'm bilan? Bizda foizlarimiz va grafiklarimiz bor. Masalan, bizda 10 million so'm olsangiz, 1 yil davomida 10 million to'liq grafik bo'yicha foydalanib ketsangiz, agar 10 millionga 1 yilda ustiga 3 million so'm minadi. Bo'lgan 3 million 3 million. Ha, 1 yilda. Nechadan tushmaydi? Bu oylab bo'lsa? Albatta, shunday. Agarda qo'lda pul bo'lib, muddatidan oldin yopadigan bo'lsa, yopgan kuniga qadar foiz olamiz xolos. Masalan, bugun pulni olib chiqdi, 10 kundan keyin pul olib qoldi mijozimiz. Yopib oladigan bo'lsa, shu 10 kunlik foiz bilan yopilib ketaveradi. Undan yanındagi foizlar olinmaydi. Tushunarli. Qarang, men hamma dokumentlarni taqatib kelsam, necha soatda yoki bo'lsam necha kunda ishim bitadi. Tezmi? Muna bor bu dokumentlarga, sho'rada suprabga tez bitami? Albatta, u biz asosan xususiy tashkilotimiz tezda klientlarimiz shaxsiy ehtiyojlari uchun pulni ajratishimiz kerak, naqd pulda. Xo'p, ish haqi bilan nafaqaga kelsa, hujjatlarni taqdim qilib to'liq bo'lsa, ya'ni bitta pasport va plastik evaziga yarim soat 40 daqiqa ichida ishini bitirib beramiz. Garov ta'minoti bo'lsa, 2 soatgacha uzog'i bilan bitirib beramiz ishlarni. Garov ta'minoti avtomashina qo'yilsa, 2 soatda bitadi, tezda bitirib beramiz. Xalqimizga shu foydasi tegadigan xudo xolasa bitirib beramiz tezda. Xo'p, bunda ma'lumotimiz uchun rahmat.